Naqsha pulni beraman-da, olib qolaman. Bunga 500 ming so'm qo'yib sotib ko'raman, harakat qilaman sotishga. Kim olsa 500 ming so'm qo'yib sotaman. Bilmayman lekin buni narxini. Mana ochiqcha ko'ring, bilmayman. Yo'q, 30 da yaxshiroq mashina beradi. Ayni holatini ayta olaman, holati normalligini ularlar bo'lgan ekan. Xohlasan qiling hali Akmaljon. Yaxshimisiz? 17 million deganda. 18 million mayl beraman, bersangiz. Ko'nglingiz 20, lekin 20. Men qarang, Instagramda ko'rgansiz, lekin biron marta ko'rgansizmi shunaqa mashina olganimni? yo'q. Olmaganman. Bu mashina Qashqadaryoga 500 bitta. Bu ham sizga. Bu ham menga. Endi kim olsa, xudo xolasa to'g'ri anonga borib topshiradi. Zapchasi masalan 2009 da bergan edimiz, biron marta bir zapchasi uchun to'xtab qolgan mashina emasda. Laset zapchasi tushadi. Topiladi Ular zapchasi. hammasi topilib ana biladi. Momo bo'lgan yosh paytda hammasi tushadi aka. Lasetni birga bir tushsa kerak-da endi. Tushadi endi. Konsertlari ham ishlaydi, hozir lekin priyomlar bir ikkita uchta odam so'radi, konsert ishlaydi, aytib ishlaydi, motorlari, radiatorlari. Siz nima aka? Baxtiyor aka, ko'nglingiz 20 millionmi? Bir guring aytaman, aytib ko'raman, kim olaydi. Men ham aqlim yetmaydi-da, nima deydi? Aqling yetmagan narsani nima qilasan, yopishib deydi, o'shanday bo'laman-da hozir. 25 ta qilsak bo'lmaydi. 20 deb ham aytaylik aka, ishoning. Ha 20 beragansiz, 18 ga beravering-da. 2 million O'z qoldi. niyati, sizdan bironta mashinani o'zi olib. Ya xo'p, hozir 20 rozi bo'lsangiz 18 naqdini ko'rib o'zimga beravering. 500 ming qo'yib sotaman, ochiqcha ko'ring. Tavakkalchini olaman, nima deysiz? Mana bir odam qachon ko'rgansiz aka mashina olganingiz kelmay olgan. U bir tushunmaydi bu mashinaga. Tavakkal so'rayapti. Bering ham 18 million naqd pulga. aytganmiz injiqlarni savdo qilish niyatim yo'q. O'zbekistonda o'zim mana aldamayman birovga. Aldamaysizmi? Bo'lsa aldamasangiz 19 million beraman. Aldamaganingizda yo'q. 20 million emas, 19,5 million men sotaman, 20 million sotaman. Yo'q. Ishoning. Yo'q, men roziman, mendan men roziman. Rozimisiz? Roziman, lekin men 19 million naqd pulni oling. Tetdik 20 qilaylik. Aka, men tushunmaganimga bir savdo qildim-da. Tushunib turgan bo'lsaydim, yopishib olacakdim. Men balkim arzon olayotgandirman, balkim qimmat Alloh biladi unisi, bilmayman. Shu mashinani biladigan odam biladi. O'tgan bitta Cobaltdan anav qilib olib berdi qilmoqchi. O'sha Cobalt egasi 34 million qancha bank pulini o'shanga hisoblab olaman deganda yo'q deganimda. O'shanga mayli, bu yil mayli mashina tushdi, to'g'ri. Xo'p, aka. Baravar 20 million shuni. 19 million bering, men 500 ming so'm qo'yib sotaman shunga. Ochiq yuring 19,5 sotaman. Ikkovimiz ham bir-birimizga yomon aytmaymiz. 19 million 500 ming qilib katta qilib yozib qo'yaman shu mashinaga. Bu o'zi bitta stanga bo'yicha. Qarshi bo'yicha bitta bo'lgan, men stanga bo'lgan bitta bo'ladi. Buni narxini 20 million ham deya olmayman. 19 million 500 kim olsa sotaman shuni. Faqat rozi bo'lib bering. Rozimisiz? Xo'p, abzorini aytaman. Otini nima deysiz? Dayvon Nubira. Dayvon Nubira. Polli kraska 99-yil, Lacetti zapchas birga bir tushagan, motor 1.6 motor. Propan gazi bor, konditsionerlari bor, ishlaydi konditsionerlar ichi. Qadanga qolgansiz. Qadanga qoldi. Charsabizdanmiz. Gap tugamas. Aka qarang, 19 million so'mga sizdan oldim. 500 ming so'm qo'yib sotdim men bu yigit kelib oldi Charsabizdan aka. 500 ming so'm hozir men ishladim. Siz o'shanga rozimisiz? Rozi bo'ling. Xo'p. Aka, sizga 500 ming so'm qo'yib sotdim. Ko'rdingiz-a? Rozimisiz? Mana barakasi aka.